Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021 yil 10 ayning 7 kuni payshanba. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunmoqchi. Oldi bilan dunyoning navbatdagi iqtisodiy ahvoli to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Xabaringlarda bo'lganidek 2019 yili Xitoyning Wuhan shahrida bayqalgan COVID-19 deb atalgan bu vaboning dunyoning hamma yeriga tarqalishi natijasida butun insoniyatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayoti zo'r ta'sirga, ya'ni salbiy ta'sirga uchradi. Milyonlagan, milyardlagan odamlar ishsiz qoldi. Necha milyonlagan odam qazo qildi. Necha yuz milyonlagan odam bu vabo bilan yuqumlandi yoki kasallikda azob tortdi. Demak, mush 2 yildan buyon butun insoniyatning hayotida huzursizlik hukm surdi. Ya'ni biz insoniyatga buningki bu xil zulmatning qorong'usidan qutulib chiqmadik. Garchi vaksina bulturdan boshlab ijod kashf qilingan bo'lsa-mu, kishilarga urilgan bo'lsa-mu, ammo bu vaboning tahlikasi va vaboning necha xil varianti, masalan, delta varianti bo'lishi, variantining paydo bo'lishi yana kishilarningki hayotiga nisbatan yana bir xil zulmatli ko'langini tashlab qo'ymoqda. Garchi shundoq bo'lsa-mu, ammo iqtisodiy faoliyatlarda har holda ozroq o'zini tangshash, o'ngshash ishlari yuz berdi. Ya'ni davlatlar mush vabo tarqalgandan buyongi mush 2 yil ichida dunyo iqtisodininki 10%dan ortiqni tashkil qiladigan boylikni, ya'ni pulni bunday aytmoqda 10 trilliondan ortiq pulni o'zining aholilariga umumiy pulni jug'lab kelsak, shunday 10 trilliondan ortiq dollar qiymatidagi pulni qo'zg'ash, iqtisodni qo'zg'atuvchi yoki ishsizlik puli qilib o'ziniki fuqarolarga taqatdi. Albatta shunday qilmasmi bo'lmaydigan yerda. Chunki davlatlarning vazifasi nima? Davlatlarning vazifasi aholilarning bexatarligini, farovonligini eng yuqori maksimum nuqtada kapolatga ega qilish. Agar davlat shunday bir davlatlar shunday tadbirni olmaydigan bo'lsa, ishsizlikning keltirib chiqargan har xil ikkilamchi omillar insoniyat jamiyatini xeyli darajada vayron qilayotgan bo'ladi. Biroq insoniyat o'zininki besib o'tgan shu beshi kelgan fojialarni qanday kontrol qilishni o'rgandi demoqchi. Ya'ni 2 dunyo urushininki oldida Amerikani markaz qilgan sanoatlashgan davlatlarda iqtisodiy bo'hron bo'lgan edi. Shu iqtisodiy bo'hronning kasabatida nurg'unlagan oila vayron bo'lgan, nurg'unlagan odamlar o'zini o'ttirib olgan, shunday bir fojialik voqealar yuz bergan. Ammo shu vaqtda paydo bo'lgan bir iqtisodiy falsafiy iqimi Keynesizm o'tirib chiqib, hukumat iqtisodga aralashishi kerak mushunday sharoitda deydigan bir tashabbusni ta'limotni o'tirib qo'yib, shu davlatlar tomonidan qabul qilingandan keyin Keynesizm bu ko'z qarashi davlatlarning siyosatiga tatbiqlanib, hukumat iqtisodga aralashadigan bo'lgan. Asli klassik iqtisodshunoslar, masalan, Adam Smithga o'xshash klassik iqtisodshunoslar, ya'ni iqtisod ilmining otasi deb atalgan bu kishilarning tashabbus qilgan nima desa, iqtisodiy faoliyatlarga hukumat aralashmasligi kerak. Agar iqtisodiy faoliyatlarga hukumat aralashsa, bu boyliqlarningki taqsimlanishining, unumli taqsimlanishini buzib qo'ydi. Shunlashqa uni bozorga tashlab berish kerak deydigan shunday ta'limot bor edi klassik iqtisodshunoslarning qarshida. Ammo reallik, ya'ni iqtisodiy krizis 1929 yil yuz bergan iqtisodiy krizis, shundan keyingi ishlar iqtisodshunoslarni, ya'ni bir qism kishilarni, iqtisodshunoslar o'z navbatida, ya'ni falasiflar bilan bularni qayta o'ylashga majbur qildi. Natijada ular iqtisod shunday nachar bo'lib ketgan vaqtda hukumat cho'qim iqtisodga aralashishi kerak deydigan tashabbusni o'tirib qo'yganligi uchun va u siyosat shaklida qo'llanib ma'lum natijaga erishganligi uchun hozir biz iqtisodda, ya'ni makro iqtisodda Keynesizm ta'limoti muhim o'rinda tutadi. Xo'sh, shundan keyingi yuz bergan qitimliq kichik ko'lamli iqtisodiy krizislar yoki chekinishlarda hukumat har xil tadbirlarni oldi. Eng yaqinni ilib aytsak 2007 yil, 2008 yil Amerikada pul muomala krizi yuz bergan vaqtda hukumat iqtisodga aralashdi. Lehman Brothersga o'xshash 150 yillik tarixi va mablag'chilik shirkatlarining vayron bo'lishiga, banklarning vayron bo'lishiga yo'l qo'yganlar. Cho'ng hukumatning muhim sanoatini hukumat qutqizib oldi. Kimning badaliga? Boj to'laydigan kishilarning badaliga. Shuning bilan birlikda hukumat shu chog'da TARF deydigan Troubled Asset Relief Fund deydigan bir programni o'tirib qo'ydi. Ya'ni hukumat mishada nurg'unlagan zaymlarni setilib, pul taqtib, zaymlarni va shu pay cheklari tushib ketgan shirkatlarning paylarini setilib, jamiyatga pul qo'yib berdi degan gap. Ya'ni quantitative easing deydigan miqdorlik osonlashtirish siyosatini qo'llandi. Hukumatlarning albatta bunday qilish
huquqi bor, funksiyasi bor. Shuning natijasida iqtisod 2009 yildan keyin Amerikaning iqtisodi garchi yaxshilashga qarab mang'an bo'lsa-mu, ammo bir qitim jilanchi qilsa, og'amchimi jilan ko'rindi deganga o'xshash biz Uyg'urlarning maqolida shu qitimliq pul muomala kirisining ta'siri kishilarga cho'nqur ta'sir qilib ketganligi uchun aholilardan tortib shirkatlargacha hammasiga pul xarjlashdan intayin konservativ, ya'ni qarab xarjlaydigan bo'lgan gap. Iqtisodning taraqqiy qilishida bu iste'mol nihoyat muhim. Ya'ni biz milliy daromadning yoritilishida, ya'ni boylikning yoritilishida iqtisodiy faoliyatlar qaynoq bo'lsa, aylanib bo'lsa, pul aylanib bo'lsa, iqtisod pulni topiladigan bir gap bor. Birisi yana birisi urilib, bundan sada chiqib, iqtisodiy faoliyatlar yaxshi bo'ladigan, taraqqiy qiladigan ish bor. Iqtisod gullanadigan ish bor. Ammo aholilarda biz iqtisodda 4 mundaq muhim gavda bor deymiz. Ya'ni aholilar deymiz. Bu aholilarning iste'moli. Aholining qo'lida pul bo'lsa-mu, xarjlamasa chatoq. Şirketlarning iste'moli, şirketlar o'zininki yangi mahsulot ishlab chiqarish uchun, ishlab chiqarishni kengaytirish uchun, mulozimlikni yaxshilash uchun yangi odamlarni ilish kerak. Bu ishsizlikni tugatishga foydasi bor. Andan keyin yana şirketlarning xarjlagan pulini biz mablag' qilish deb ataymiz. Investment deymiz. Andan hukumatningki har xil chiqimlar bo'ladi. Hukumatning pul xarjlash kerak. Hukumatning xarjlagan pulininki bu puli bajdan keladi. Yani ticaret güllengen vakitte, kişilerin kırmaşkan vakitte hükümetinin bir yaşadığı degan gap. Ondan sırt yana taşqı dünyaya bo'lgan, taşqı dünyanın meliği bo'lgan, yani import, export bu muhim. Yani xalqaro savdo buna ait muhim. Bu şu 4 gavdada agar to'xtalish bo'lsa, yani chekinish bo'lsa, bu iqtisodiy faoliyatlarninki davomlashishiga, gullanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi degan gap. Dal pul muomala kirisi yuz bergandan keyin bu kishilarning psixikasiga ta'sir qildi, mablag' sag'ishlarning psixikasiga ta'sir qildi, shirkatlarga ta'sir qildi. Ammo iqtisodning ishi asta Amerikada ammo muqim bo'ldi. Kishilar ehtiyojlik bilan pul xarjlaydigan bo'ldi degandek bo'ldi-da. Ya'ni undan burun kishilar shu pul muomala kirisining yuz berishda subprime mortgage deydigan shu hukm, ya'ni banklar, mabdag'chilik shirkatlari, banklar, savdo banklari o'ylash iqtidoriga ega bo'lmagan kishilarga qarz berib qo'yib, hammadan uy olamiz, uy olsak boy bo'lganmiz deydigan shunday ideyada qolsida. Bankka ularningki iqtisodiy kuchini yaxshi tekshirmayli qarz beraverganligi uchun turaqliq narsani nurg'un odam olamiz, uning bahsi ko'tarildi. Shu chog'da uyning bahsi ko'tarilib ketdi. Keyin iqtisod azroq chekinishga boshlagan vaqtda odamlarning bir qismlari xizmatni yo'qotib qo'yganligi uchun, turaqliq kirim manbasini yo'qotib qo'yganligi uchun, mortgajni to'layolmaganligi uchun, ya'ni mortgaj deganimiz oyda turaqliq muddatda to'laydigan, bankka to'laydigan qarz. To'layolmaganligi uchun bank u uylarni sotib oldi degan gap. Ya'ni siz uy sotib olsangiz, mortgage bo'lsa, mortgajni to'lab olamiz, shu uyning egasi siz toki bankning pulini, qarzini to'lab bo'lguncha uyning egasi bank bo'ladi degan gap, siz emas. Shunga mana shu xil ishlarni ko'rgandan keyin aholilarni qarz ishdan qo'rqdi. Ham ondan sirt yana shirkatlarni aholilar pul xarjlamagandan keyin shirkatlarning yangi mahsulotiga kam ko'lamlik, umumyuzlik bir xil talabni tuvalladi degan gap. Tijorat gullanmagandan keyin kishilar xizmatini yo'qotib qo'ygandan keyin hukumatning bijidimi aziyish bo'ldi. Mana bu ya'ni iste'molning tuvan bo'lishi iqtisodning hamma tarafiga ta'sir ko'rsatib, mana endi u ishlar azroq kishilarning ma'lum mazgil o'tgandan keyin kishilar odam yiqilib tushsimi, dastlab yiqilgan vaqtda masalan yuzi yoki tushsa, jarohat bo'lsa, og'riq kichkina bo'ldi emasmi? Andan keyin 3 kun, 4 kun o'tgandan keyin malham so'rab yurib, u aynak qarab yurib, o'zini tuzab yurib, ahvoli yaxshi bo'ldi emasmi? Shunga o'xshash bu xil qo'rqinch, u xil ahvoldan kishilar hamda qutulib iqtisod hamda yaxshi bo'lishga qarab menadi. Bu vabo chiqdi. Bu vaboning ta'sirida hozir nima bo'lib ketdi deganda, umumyuzlik ishlab chiqishda oqsash bo'ldi. Iqtisodiy faoliyatlarda ikki taraf bo'ladi, ikki kuch bo'ladi. Ya'ni doim bahoni belgilaydigan birisi talab, birisi ta'minlash. Dastlabda vabo yangi tarqalgan vaqtda nurg'un yalar taqilib ketib, bo'pmi kirimi to'van, ammo mulozimat kasbida ishlaydigan odamlarning xizmatlarini yo'qotib qo'ydi. Masalan, oshxona, restoran, ko'ngilchi so'rinlari, masalan, muzika demakchi, kinoxona demakchi, qatnash transport, mana bu yerlardagi odamlar xizmatlarini yo'qotib qo'ydi. Ammo oqyoqliq odamlar, ya'ni kompyuterga tayinib turib, uyning ichida turib, ishxona turib ishlaydigan odamlar xizmatni yo'qotib qo'ymadi.
Ahıl adamlarning turmushini nazarda tutib, hukumat bir necha qatim stimulus chekverdi. $1200 degandek shunday pullarni berdi. Bu natijada shunday bir necha qatimliq pul berish natijasida ham iliqi ishsizlik pulini taqdish natijasida Amerika aholisining qo'liga pul kirdi. Ya'ni Amerika aholisininki hozir bankida amonat qilib, mush pullardan saqlagan pullarning umumiy miqdori 1.5 trillion pul bo'ldi degan gap. Ya'ni xalqning qo'lida pul bor degan gap, amonat pul. Bu tarixda ko'rilib bakmoqda. Mana endi. Bu vaksinalarning urilishi bilan kishilarning turmushida o'z kishilarningki o'ziga bo'lgan bir ishonchi eshib talog'i chiqsam bo'ldi ekan, mask taqmasam bo'ldi ekan, oshxonaga o'tirib, boshxonada tamoq yesam bo'ldi ekan, top ko'rsam bo'ldi ekan, kino ko'rsam bo'ldi ekan deydigan bo'lganlikdan, u ham bu yerga boradigan ishlar ko'payganlikdan iqtisodda ozroq siljish bo'ldi. Ya'ni Amerikaning iqtisodi birinchi mavsum, birinchi faslda 6% dan yuqori ishib ketdi. O bu yilmi aşıdı ama ikinci fasıldaki 3. 4. fasılda ikinci fasıldaki aşmasın. Umumen Amerika'nın iqtisadi şu 30-40 yıldan bir yankı yaxşı iş vaziyetine barlıq geldi. Bu albatta vaksinin uğurlu işlemez ama hükümetin maliye siyaseti ve pul siyaseti cihetinde tedbir ağalıqdan bulavutman gepler. Demek şu siyasetini hükümet yaxşı kullansa kişilerin turmuşunun yaxşırak ötüşüge asas yaratıp bereleydi o. Degan gap. Mana endi bir narsa ko'rildi. Abaydining talab bor, ta'minlash bor deb. Ta'minlash tarafga aytgan vaqtda moddiy ashyo qisib ketdi. Chunki moddiy ashyoni odam ishlab chiqardi, odam tushiydi. Ma kasalning ta'siridan ham yali etilib ketganlikdan, kasal vabodan qo'rqib odamlar ishga bormaganlikdan, zavodlar, etizliklar ishlaydigan odam bo'lmaganlikdan moddiy ashyolar qisib ketib qoldi. Hatto uni to'shiydigan odamlar qisib ketdi. Natija nima bo'ldi desa? Natijada baha o'rlab ketib qoldi. Bir tarafdan bir narsalarni olamiz deydigan odamlarning qo'lida pul bor. Yana bir tarafdan olamiz desa oladigan narsalar qisib ketib qoldi. Bu tabiiy holda bahoni ko'tarib qoldi. Shu hozir navbatdagi dunyoning iqtisodiy ahvolini kishilar, ba'zi iqtisodshunoslar stagflation, ya'ni iqtisodning chekinishi bilan pul paxallik bir vaqtda yuz beradigan mushundaq ahvol o'xshab qoldi deydi. Balkim dunyoning umumyuzlik iqtisodiga nisbatan bu ta'bir maskasimi, ammo Amerikaning iqtisodiga nisbatan bu ta'bir tushmaydi. Yani Amerika'da hazır hizmetke alımız dese işleydiğin adamlar yok. Emgek bazarı nahayeti emgek bazarında emgek güçleri köy, az, kız 300 milyon nüfusu var. Dünyada birinci iktisadi GDP'si dünyada birinci oranda durdu. Şuna olan boşuna iş var. Yani bir yerde işsizlik eşip ketgeni yok Amerika'da. İşsizlerin sani tövellayotdi. Şuna Amerika'nın iqtisadini stagflation deb ta'bir berishga iqtisodiga bo'lmaydi. Men Amerika'nın iqtisodiningki, ya'ni ish yilini umidvorman. Nimishqa degan vaqtda ma'lum bir narsaninki, masalan, o'qulning ta'sir ko'rsatishiga ma'lum vaqt ketadi emasmi? Ilingan o'sha tadbirlar o'zining kuchini ko'rsatishga biroz vaqt ketadi. Ammo malbasning o'sganligi emas. Bu pul paxalligini keltirib chiqardi. Pul paxalligini keltirib chiqardi, to'g'ri. Shuning bilan birlikda yana bir tarafdan aytgan vaqtda emgak bozoridagi emgak kuchlarining qis bo'lishi bu bir turkum mashu haliqi hukumatning qutquzish puliga tayinib kun kechirib olgan odamlarni emgak bozoriga kitirdi. Chunki emgak bozorida emgakchilarni ko'plab odamlarning ishga urilishiga rag'bat beradigan narsa nima? Ularning ish haqini o'stirish. Chunki ular shirkatlar ish haqini yaxshiroq qilsa, bu odamlar emgak bozoriga qaytib kelsa, iqtisodda yana gullanish bo'ladi degan gap. Ya'ni zavodlarga tushgan odamlar, shirkatlarga tushgan odamlar nima ish qiladi? Boylik yaratadi. Ko'p narsa ishlab chiqaradi. Shunga Amerikaning iqtisodidan yanala ishidan umidimiz bor, ammo dunyo iqtisodining asli kelishiga xeyli vaqt bor. Amerikaning iqtisodiningki shu 1-2 yildan buyongi ahvoli shunday tushib ketib vaboda. Hozir vaksinaning barliq kelishi bilan ham har xil pul muomalalari, pul siyosati va baj siyosatini qo'llanish natijasida bu mandaq V shakllik mandaq tushib, mandaq ochdi. Ashna holat keldi. Endi bir mezgil bu tez ishib ketmasinmi? Herhalde tadrijiy stariy mehna progress deb qo'yamiz. Muqim holda yana taraqqi qilmoqda. Shunga bu dunyoning hozirgi iqtisodiy ahvoli to'g'risida mo'shinchilik so'zlay. Endi ikkinchi masala Uyg'urlarning masalasi. Hozir bir soatdan oldin bir xabar ko'rdim men. Amerikaning ba'zi bir shirkatlari 2020-yili Xotandan nechizdagi Uyg'urni opirib Xitoyning Chinzhou degan shahrida shu yerda ishlatibdi. Xitoy buni ishga o'rlashtirdi, butunlay quruq gap.
yolg'on gap, tuhmat gap, bu majburiy emgak bu, qul emgagi bu. Bu nomussuzlik bu. Bu yerda albatta cho'qim ayblab o'tishga tegishli kerakki, Amerikaning shirkatlarimi, Amerikaningki kapitalistlarimi ochko'z. Unda aytgan vaqtda bular shirkatlarning pay chekining o'sishini o'ylaydi, ammo pay chekining o'sishida ashuningda Uyg'urga o'xshash bir begunoh xalqningki Xitoy tarafidan ezilayotganligini ularning ko'z yoshi bularning xayoliga kirib chiqmaydi. Chunki buni qattiq ayblash kerak. Bunday shirkatlarni cho'qim ayblash kerak. Deyilishicha bu Uyg'ur yoshlari ashada opirib ishlatilgan qulluq emgak bo'lmay, majburiy emgak bo'lmay nima? Adam o'zininki o'ylig'ini bo'yicha yashamasa, o'zi xohlagancha harakat qilmasa, nazoratning ostida bo'lsa. Haqiqatan bu Agnesiyanında bir Xitoy saqchisiningki iqrori dunyoga oshkorlandi. Ya'ni Uyg'urlarga qilingan vahshiylarcha, fashistlarcha jinoyatini bu oshkorladi bu Xitoy saqchi. Ya'ni shu odamlar hozirgi jamiyatda bir qism odamlar haqiqatan Xitoyning gapi bo'yicha aytganda benta bo'lib ketgan gap. Psixikasi buzuq, hayvon bo'lib ketgan gap. Shuna Moşunda xabarlar adamның haqiqatan nervisini bozadi. Mana bir tarafdan tabiat dunyosidan kelayotgan baba, bütün insoniyatlar mandaq bir talafotni qolsa, yana bir tarafdan biz Xitoy fashistlarininki ma'qul zulmining qurboni bo'lib ketyapmiz. Buning nisbatan aytgan vaqtda mana moshina bilan men yana nimani deb o'tay. Haftada bir shaxs sifatida John Thornton degan bir kishini tanishtirib o'tay. Amerikaningki Wall ko'chasidagi kapitalistlarning pul muomala do'konlarining qalliq qo'li bor. Qalliq qo'li. Ya'ni bular foydani ko'zlab Leninning deganidek bular ish qilyapti. Lenin garchi kommunistlarning rahbari bo'lsa-mu, ammo kapitalistlarningki bir xarakterini degan. Ya'ni bular payda desa onasini sotadi degan bir gap bor. Uyg'urcha bunday sat eshitsak ashunday. Paydasi onasini sotadi mas'ul ancha deydigan bir gap bor. Leninning shunday bir gapi bor. Kapitalistlar pul desa o'zining bo'yniga og'amchi bo'lib soladigan seyirtmoqnimi dushmaniga sotadi payda uchun deydigan bir gap bor. Hozir shunday bo'lyapti. Wall ko'chasida George Soros o'z jinoyati solchi odam, ammo demokratiyani yoqlayman deydigan odam bu. Bu Xitoyni tanqidlab bir necha maqola yozdi, ammo Xitoyning jurnalisini yalaydigan ba'zi kapitalistlar bor. John Thornton degan odamni olib olsak, bu shundayroq odamdek turadi. Buning asli bu 54 yil tug'ilgan Amerikalik ma'lum Goldman Sachs'ningki prezident bo'lgan dunyodagi davlat matbuot shirkatlarining birisi. 76-yili Harvardda o'qigan, Harvarddan bitigan. Bayning balasi ham bu. Ammo Xitoyning yuqori qatlam boshliqlari bilan aytdi, yaxshi munosabat bor. 97-yili Xitoyningki Xitoy Telegraf idorasiningki pay chekining Wall ko'chasida 6,4,12 milliard dollarlik IPO dastlabki pay chekining sotilishini kapolatga qilgan odam ekan. Xitoyda manfaat ko'rgan. 97-yildan boshlab Xitoy bilan munosabatni yenik qo'yib qo'ygan. Xitoydagi Tsinghua universitetiningki yer shariy xarakterlik rahbarlarni tarbiyalash programmasining direktori Xitoyning universitetining professori, Amerikaning emasdir. Bu kishini men demokratchimiki, bak solchining solchisimiki deb o'ylasam, Trumpni qo'llaydi ekan. Xitoy bilan Trumpning vaqtida Xitoy bilan bo'lgan birinchi qadamliq savdo kelishimda Steven Mnuchin, Robert Lighthizer deganlar bilan bir safda turib bu Trumpni qo'llaydi ekan bu. Nima qilgan ekan? Haloqa birinchi qadamliq savdo kelishimining vujudga chiqishida to'p qo'shgan odam ekan bu. Another set buningdagi Nelson Mandelaninki bir xatirlaydigan bir fondninki, foundationninki qurg'uvchisi ekan bu. Nelson Mandela qanday odam? Ömür bo'yi irqchilikqa qarshi, aqtanliklarning qartanliklarga qarshi o'tkazgan irqchilikqa qarshi o'tgan odam. Bu nuqtadan olgan vaqtda bu irqchilik qarshi deymiz. Lekin Xitoy bilan bo'lgan munosabat kelganda bu odam bu yil 2 qatam Xitoyga beribdi. Birisi 8-oyda beribdi. 9-26 kunga Janubiy Xitoy pochta xabarlari gazetida Janubiy Xitoy atallik pochtasi South China Morning Post degan.
Shuningdek xabarda deyilishicha, bu 8 ayda Beijing, Shanxay va hatto Urumchigacha berib, bizning vatanda bir hafta turibdi bu. Buning berishiga qarata Amerikaning Oqsaroyning amaldorlari Bama deb ishga ketib nasihat qilgan. Agar sen u yerga borsang, Xitoyning Uyg'urlarga qilgan avu jinoyatini sen chapan yapgan bo'lsa, Bama desam unamay beribdi. Hamda nima deb keldi? Ba'zilar uni Kissingerga o'xshatadi. Xabarlarda 71-yili Henry Kissinger ayni vaqtda Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida diplomatik munosabat yo'q chog'da Pokiston orqali maxfiy munosabat qilib, Rossiyaga qarshi, Sovetlar Jamhuriyatiga qarshi ittifoqdosh tuzish uchun Xitoyni o'ziga aklish uchun ashunday munosabat tuzib, Kissinger bo'lib Xitoyning eshigini ochgan, Xitoyni dunyoga tanishtirishda Xitoy uchun to'p qo'shgan edi. Endi Trumpning vaqtida Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi munosabat yomonlashib, sovuq munosabatlar urushi boshlanib qoldi. Buni e'tirof qilish kerak. Shunday sharoit ostida hozir Xitoyning o'zida nurg'un masalalar va ichki masalalar va vabo ularga tahdid. Undan sirt yana bu vabo to'g'risida sen yolg'on so'zlading, haqiqatni yo'shilding deydigan ayblarmi va kishilik huquq masalasi va ana ustiga uning har qaysi zimin datalashlar va degandek shunday masalalar bor. Shunday masalalar bo'layotgan vaqtda bu kishining Xitoyga berishi ham bu Xitoyning Kongs institutininki bosh maslahatchilardan biri ekan. Demak, buningki pul uchun, manfaat uchun ko'zni yumib yolg'on gapni qilaverdi desak, xato ketgan bo'lmaymiz demakchi. Demak, buningki nimaga berishi, bizning vatanga berishining bizga yaxshilik kelsin to'laroq Xitoyning foydasiga cho'p so'qishidan derak berdi deb qarasak, menimcha xato bo'lmaydi. Bu kishi yana har xil oltin shirkatlarining, oltin qazdigan shirkatlarning boshlig'i ekan. Cho'ng boy. Floridada turdi ekan. Yaqinda buyon Amerikaning siyosati bu o'zi qaragan chog'da jumhuriyatchilardan o'xshaydi. Ammo buni Baydenning maxfiy elchisi deb atayotganlar bo'layotdi. Baydenning maxfiy elchisi bo'layotgan bo'lsa, bu demokrat bo'lish kerak yoki Baydenning xususiy do'sti bo'lish kerak, bo'lish mumkin. Ammo bu aytilishicha bu Trumpni qo'llabdi ekan. U nuqtadan vaqtda jumhuriyatchi bo'lishi mumkin. Ammo Nelson Mandelaga o'xshash odamlarning xotirligiga qaragan vaqtda bu demokratiya bo'lishi mumkin. Demak, bu shunday ko'p xil rolga ega murakkab bir odam degan. Shuna bir John Thornton haqida ko'pchilik shunday bilib qolsak bo'ldi. Bu haftalik so'zlaydiganim. Ya'ni bu haftalik bir shaxs to'g'risida, mush kishi to'g'risida so'zlaydiganim. Xo'sh. Endi yana o'zimiz haqida men o'tganda dedim, shu Sarxillar ma'rifi to'g'risida bir gap qildim men. Sarxillar ma'rifi to'g'risida. Turkiyadagi Sarxillar ma'rifi 15 yoshdan 20 yosh atrofidagi Uyg'ur o'quvchilarni tarbiyalaydi deb. Bu haqsiz o'qish. Eng yaxshi o'quvchilarni eng yaxshi o'qish imkoniyatlariga ega qilish. O'qimasak bo'lmaydi. Bolalarimizni tarbiyalamasak bo'lmaydi. Buni mehnat qilayotgan nurg'un odamlar bor. Iqtisodiy kuchini berayotganlar bor. Vaqtini berayotganlar bor, yuragini berayotganlar bor. Mushu kishilarningki shu millatim deb qilayotgan urinishlar uchun bo'lsa-mu, Turkiyada bu yerda yashayotgan, Turkiyada bo'lib yashayotgan qarindoshlar bolalarni mushu maktablarga imtihon berishga bir ilhomlantiringlar. Yaxshi o'qigan odam vijdoni bilan yaxshi o'qigan odamdan xalqqa foydali bir ish keladi. Bizningki muqaddas kitobimizda nima deb ekan-ku? Ilm o'rgangan odamning sharofati, ko'radigan himmati ilm o'rganmagan odamga qaraganda natijasi yuqori bo'ladi deb. Shunga ham bolalaringlarni shu programma sarflab ma'rifiga bir ko'z qo'yinglar. Balki rag'batlantiradigan qarindoshlar. Anadan sirt. Yana Dogecoin. Shiba Inu deydigan bir pul bor. Bu Shiba Inu Yaponning bir küçük ekan, küçük. Mana kishilar atvalab baqadigan madaniy jamiyatlarda. Bu Shiba Inu to'g'risida men 20 yil burun so'zladim-ku deyman, shuni ozroq qilib qo'ysanglar deb. Bu Shiba Inu mush bir haftaning ichida 200% o'sib ketdi. Mana bir qiziqish bo'ldi, bilan sizlarga bir gapni deb beray. O'tgan hafta men mush bir qarindoshimizniki to'y munosabati bilan
bir yer bağıntım. Şu yerdə bir hürmet qılğan bir akımız uçurap qaldı. Dedi ki, Fukam YouTube'daki sözləyənlərinizi mən görmə, dedi. Vay, görəmsiz, fikir məsləhət verirəm. İctimai məsələlərə qızğım şunlar anlayım mən, amma ixtisari gepdən anlamayım dedi. Bo'pti, da olsa adam o'ziga payliq narsani anlig'ini yaxshi dedim. Ana azroq vaqtdan keyin dasturxon o'tirgan vaqtda Dogecoin'ning gap chiqib qoldi. Dogecoin'ning gap chiqib qolib, bu akamiz dediki, men Dogecoin'ni yuqori deb qo'yaptim. Shunga men sal ziyon bor dedi. Men dedimki, aka men endi chaqda Dogecoin 5 sentdan tuvan chaqda shu chaqda so'zlagandim mashina. Demak siz o'zingizga tazim foyda tegadigan yana anglamay qolibsiz. Sen voy shundami shuni so'zlaganmiz deydi. Shunda shuni so'zlagandim Dogecoin'ga. Shu aramizga so'randimi, shu Dogecoin'ni olib qo'yib azroq pul topganlar bor deb chaqchaq qildim. Andan keyin dedim, shu so'randim, shu akamizga dedim, o'sha keyin debdim. Shiba Inu deydigan, shu so'rniklarimdan Shiba Inu degan bir coin bor. Bir Dogecoin'dek bo'lib qilish mumkin, azroq olib qo'yinglar deb. Olib qo'yganlarmi bo'ldi. Bilishimcha. Keyin akamizga ayrimman. Amerikaga kelgandan keyin dedim, Shiba Inu coin. Shuni olib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Uzun saqlang, lekin jiqamman, jiqilishni tashabbus qilmayman. Azroq olib qo'ysangiz bo'ladi desam, qoptikan tönögün söz qilib, bu Shiba Inu coin degan bir nechasi o'sib ketdi-ku deb. Hamda mening da'vatgan gapimni akamizni anglamaydi deb da'vat etaman-jimi. Demak, Shiba Inu degan coin nisbatan bir qizg'inlik ko'tarilardi. Unda bo'lishi Elon Musk buningki yana aloqadagi Twitterda bu Shiba Inu degan coinning suratini chiqarib qo'yapti. Ya'ni shifrli pul bozoriga ta'sir ko'rsatgan cho'ng influencer, ta'sir ko'rsatuvchidan birisi shu Elon Musk. Elon Musk shunday deb qo'ysa, shuni qiziqyotdi. Ya'ni kishilar Dogecoin necha millionlarni barliq keltirib o'tganda, Uyg'urlar mana shundan 100 ming dollar paydo qilgan Uyg'urlarmi bor. Shiba Inu hozir 1 sent 100 mingdan birg'u deyman, shunday bahasi. Buni bahasi eshiyotidir. 300 dollar pulinglar bo'lsa, ko'zingni jumiblan bir ep tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Uyg'ur qarindoshlar shuni anglaganlar. Shiba Inu coin Kanadada ag'ildi, Avstraliyada ag'ildi, Yangi Zelandiyada ag'ildi. Yevropada ag'il bo'lishi mumkin. Ammo cho'qim yaxshi munbardan, yaxshi supudni ilinglar. O'tganda bir qarindoshimiz Libertax deydigan, men shundan olgandim, palanchi pulni alamayotma deydi. Ben qarab baxtim Libertax deydigan Yevropaningki bir supisi ekan, Coinbase degan o'xshash. Nemish bu pulni alamadi, men o'qimadim, herhalde qarab ilinglar. Ama ben o'zimninki bir so'zlarda Libertax degan gapni qilmabdi ekanman. Lekin qarindoshim shu masalani o'tirgan qarab baxsam, u qonunliq bir munbar ekan. Cho'qim o pulni ashnanga urgan bo'lsa, qaytara olman desa, pulni bankdan yo'tkab, coin olmagan bo'lsangiz, shu pulingizni yondirib olasiz degan gap. Shunga pullarni bir applarni tushirib, masalan, Coinbase'ga o'xshash appni tushirib, bankaga ulab pul yutgan vaqtingizda cho'qim biladigan, qilib boqqan odamlarning maslahatini elib bir qilinglar qarindoshlar. Shunga yana meningki falsafam shu. Mana shifrli pulga nisbatan ko'z qarashim. Az ilanglar, jiq silab olmanglar. Az yegan ko'p yeydi deydi. Chunki bu shifrli pulningki yaxshi tarafi nima desa, ashsa bak ashadi ekan. Bak aşağı ekan, Dogecoin'ga o'xshash ishlar. Ammo tushib ketibsin, bak tushib ketdi ekan. Shunga az asanlar, az pulni ochgan chaqda bak jiq pul bo'ldi. Ammo tushib ketib qolsa, o'zinglarning shaplaqlab meni qag'ab tillab jugidak bo'lmaysizlar demakchi. Undaq bo'lsa, bugungi leksiya mo'shinchilar bo'lsin. Hammalarning umid bor, boy, mehribon, muhabbatlik, xo'shal, sağlam yaşayanlarına ümit qilma, rahmat.